Bismillahirrahmanirrahim. Dursul Lug'atil Arabiyya kitobining 3-qismining 3-darsining tekstini o'tamiz hozir. Undaq tekstni o'qib tarjima qilib o'taylik. Lima ta'akhkhartum ya ikhwanu. O'qituvchi debdi. Qarindoshlar, nima uchun kechikib qoldinglar? Lima degan limaza degan gap. Li annal mat'ama futiha al-yawma mutaakhiran. Chunki li anna degan chunki oshxona bugun kechikib ochildi. Mata futiha qachon ochildi? Futiha as-sa'ata as-sadisata soat 6da ochildi. Va mata yuftahu kulla yawmin har kuni qachon ochiladi? Yuftahu as-sa'ata as-sadisata illa rub'an. 6ga 15 minut qolganda ochiladi. Ijlisu waftahul kitaba. O'tiringlar va kitobni ochinglar. Ayna kitabuka ya Idrisu? Idrisning kitobing qayerda? Suriqa kitabi ya ustazu. Kitobim o'g'irlandi. O'qituvchi debdi. Suriqa kitabuka? Kitobing o'g'irlandi? Mata va ayna? Qachon va qayerda? Suriqal barihata min ghurfati. Tunugun oqshom yotqimdan o'g'irlandi. Va ana g'oibun anha, man yotqimda yo'q vaqtda. Bunshadagi vav holatning vavi. Va suriqat ma'ahu ashya'u ukharu. Va kitobim bilan billa yana boshqa narsalarmi o'g'irlandi. Saati va hizai va mu'azamu malabisi. Soatim, oyiqim va ko'pincha kiyimlarim. Awwadakallahu minha. Allah ularning o'rnini to'ldirib bersin. Uridul ana an as'alakum as'ilatan fima darastum amsi. Tunugun o'qigan darslar to'g'risida men sizlardan savol so'ramoqchi. Bu jumlada uridu fi'il, yushrun damir ana, fa'il, al-ana vaqt ravishi, an as'alakum degan yasalma masdar, birinchi maf'ulun bihi, as'ilatan ikkinchi maf'ulun bihi. Fi ayyi shahrin wulida Rasulullah sallallohu alayhi va sallam. Payg'ambar alayhissalom qaysi oyda tug'ilgan? Ahmad debdi. Wulida fi shahri Rabi'il awwal. Rabi'il awwal oyda tug'ilgan. Va fi ayyi sanatin wulida ya Jabiru? Jabir sallallohu alayhi va sallam qaysi yil tug'ilgan? Ma adri, bilmayman. Alam tadrusu haza? Sizlar buni o'rganmadinglarmi? Lam degan harf jazm, ya'ni sokin qildigan, jazm qilgan harf bo'lganligi uchun tadrusu naning nuni tushib ketdi. Jabir deydi, bala, yo'q o'qidik, lekin men unutib qopdim. Man ya'rifu haza, buni kim biladi? Idris debdi. Ulida ama 70 va 500 lil miladi. Miladiya 570-yil tug'ilgan. Mudarris debdi, haza sahih, bu to'g'ri. Fi ayyi amin ulidta anta ya Idrisu? Idris, sen qaysi yil tug'ilding? Idris debdi, men hijriya 1385-yil tug'ildim. Mudarris. Va fi ayyi amin ulidta anta ya Ahmadu? Ahmad, sen qaysi yil tug'ilding? Wulidtu ama 67 va 900 va 1000 lil milad. Men miladiya 1967-yil tug'ildim. Ayna wulidta ya Ahmadu? Ahmad, nerda tug'ilding? Wulidtu fi Pakistana. Men Pakistan tug'ildim. Anta izan pakistaniyun. Undaqda sen Pakistonlik ekansan. Isma'u ya ikhwanu. Qarindoshlar, anglanglar. Ashrahul ana qa'idatan nahwiyatan muhimmatan. Men hozir sizlarga bir muhim grammatikaviy bir qoidani sharhlab beraman, tushuntirib qo'yman. Al-fi'lu imma mabniyun lil ma'lumi va imma mabniyun lil majhuli. Fi'il yoki aniqlikqa, tunishlikqa qurilib ketgan bo'ladi, yoki aniqsizlikqa qurilib ketgan bo'ladi. Aniqlikqa qurilib ketgan fi'il bo'lsa, masalan, qatala yaqtulu, o'ltirdi, o'ltirdi. Ammo aniqsizlikqa qurilib ketgan fi'il bo'lsa, masalan, qutila yuqtalu, o'ltirildi, o'ltiriladi. Yuhzaful fa'ilu ma'al fi'lil mabniyi lil majhul. Fi'il aniqsizlikqa qurilib ketgan chaqda fa'il tashlandi. Va yahullu al maf'ulu bihi mahallahu. Maf'ulun bihi, ya'ni to'ldiruvchisi fa'ilning o'rnini egallaydi. Va yusamma na'iba fa'ilin. O'rinbosar fa'il, naib fa'il deb ataladi. Va huwa marfu'un, umu rafilik holatda bo'ladi, marfu' bo'ladi. Naqulu mundaq deymiz: qatalal jundiyul jasusa. Askar jasusni o'ldirdi. Endi buni aniqsizlikqa qurvatsak, qutila bo'ladi. Qutilal jasusu. Jasus o'ldirildi, ya'ni jasusa degandagi maf'ulun bihi hozir marfu bo'lib, al jasusu, jasus o'ldirildi deb fa'ili tashlandi. Yasma'un nasul azana bi wuduhin. Kishilar azonni nihoyatda aniq anglaydi. Yusma'ul azanu bi wuduhin. Azan nihoyatda aniq anglanadi. Ya Muaviyatu ibni al-fi'la fi hadhihi al-jumlati lil majhuli.
Bu cümledeki fiilni sen aniqsizlikqa qurib baqqin Muaviya debdi. Xalaqallahul insana min tinin. Allah Taala insonni loydan yaratdi. Muaviya o'qituvchining deganda qilibdi. Xuliqal insanu min tinin. İnsan loydan yaratildi. Al insanu huna naibu fa'ilin. İnsan degan so'z bu yerda naib fa'il. Mudarris hati misalan akhara lil fi'lil mabniy lil majhuli ya idrisu. İdris majhulluqqa aniqsizlik qo'lib ketgan fe'il uchun boshqa bir misol keltirib baqqin. Qutila Umar radhiyallohu anhu wa huwa yusalli bin nasi fil masjidin nabawi. Umar radhiyallohu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin masjidida kishilarga namoz o'qib borayotgan holatida o'ldirildi. Ya Ahmadu, Ahmad, hati misalan akhara ala an yakuna al-fi'lu fihi mudari'an. Buningdagi fe'l mudari bo'lgan boshqa bir misol keltirib baqqin. Yuqtalu alafu minan nasi fil hurubi. Janglarda minglagan kishilar o'ldirildi. Yuqtalu degan mishada aniqsizlik qo'lib ketgan fe'l bo'ldi. Alafun naib fa'il. Ya Jabiru, hati misalan akhara ala an yakuna naib al-fa'ili fihi muannasan. Jabir, boshqa bir misol keltirib baqqin. Uningdagi naib fa'il muannas, yani ayollik bo'lsin. Sura Fatiha har bir rakat namozda o'qiladi. Tuqra'u degan aniqsizlik qo'lib ketgan fe'l bo'ldi. Suratu degani naib fa'il muannas bo'ldi. Hasan, uningda aniqsizlik qo'lib ketgan fe'l ba bo'lgan bir oyatni deyalamsiz. Shundoq Allohning yordami bilan deyalayman. Astati'u degan qodir bo'la olayman degan gap. Ya'ni na'am astati'u an azkura ayatan fiha fi'lun mabniyun lil majhul degan gap. Qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala shundoq degan: "Vallazina yad'una min dunillahi la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun." Ular Allohni qo'yib, Allohdan boshqa duo qiladigan, ibodat qiladigan butlari, ular hech qanday narsa yarata olmaydi, balki ular yaratildi. Ahsanta ya Hasanu. Hasan, yaxshi javob berdingiz. Ahsanta degan yaxshi qildingiz degan gap. Yaxshi javob berdingiz. Ayumkinuka an tazkura hadisan nabawiyyan. Payg'ambarviy hadisdan birini deyalamsiz. Ayumkinuka degan mumkin bo'lamdi. Siz deyishingiz mumkin bo'lamdi degan shu deyalamsiz. Yahwi fi'lan mabniyan lil majhuli. Aniqsizlikqa qo'lib ketgan fe'ilni o'z ichiga olgan. Zubayr debdi. Yumkinuni inshaalloh. İnşallah mümkün buludu. Qala sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şundaq degan. La yuldagul mu'minu min hujrin wahidin marratayn. Mü'min kishi bir tushdan ikki qatim chiqilmaydi. Ladaga degan, yuldagu degan, chayon chiqvoldi degandek gap. Yuldagu degan bu yerda aniqsizlik qilib ketgan fe'l mudori. Al mu'minu naib fa'il marfu, shuning uchun pish o'qiladi. Mashaalloh. İntehel vaktu ya ustazu. Ustaz vaqt oxirlashdi, yani vaqt to'shdi. Arannal jarasu qo'ng'iroq chalindimi? Husayn debdi la yusma'u savtul jarasi fi faslina haza. Qo'ng'iroq ovozi bizning bu sinfda anglanmaydi. Munzu mata qachondan boshlab? Munzu usbu'ayni va aw aksara. 2 haftadan beri yoki undan ko'proq bo'ldi. Amli tamarin ko'nikmalar birinchi ajib anil as'ilatil atiyati tuvandagi savollarga javob bering. Birinchi lima ta'akhkharat tullab o'quvchilar nima uchun kechikib qoldi? Ikkinchisi fi ayyi sa'atin yuftahul mat'amu kulla yawmin har kuni oshxona soat nechida ochiladi va mata futihal yawma bugun qachon ochildi? Uchinchi fi ayyi shahrin ulidan nabiyyu sallallohu alayhi va sallam payg'ambar alayhissalom qaysi oyda tug'ildi? Fi ayyi amin ulidan nabiyyu sallallohu alayhi va sallam payg'ambar alayhissalom qaysi yil tug'ildi? 5. Fi ayyi amin ulidda anta sen qaysi yilda tug'ilding? Ayna qutila Umar radhiyallohu anhu Umar radhiyallohu anhu nada o'ldirildi? 7. Ayyu suratin tuqra'u fi kulli rak'atin har bir rakat namozda qaysi sura o'qiladi? 8. Manillazi suriqa kitabuhu kitabi o'g'irlangani kim? Mashqning ikkinchisi ta'ammalil amsilatal atiyata lil fi'lil mabni lil majhul. Aniqsizlik qo'lib ketgan fe'l uchun kelgan tuvandik misollarni o'ylaning va ayyin naibal fa'ili fi kulli wahidin minha. Ulardan har biridagi naib fa'ilni farqlantiring. Birinchi, buniyal islamu ala 5. Islom 5 asos ustiga qurilgan. Mushadiki buniya degan majhul. Ya'ni aniqsizlik qo'lib ketgan fe'l. U bo'lsa-mu la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb shahodat aytish, shahodat keltirish va namozni turg'izish va zakot berish, haj qilish, qadr bo'lganligiga va Ramazon ro'zasini tutish. Ikkinchi,
قتل علي رضي الله عنه بالكوفة. Ali radiyallahu anhu Kufada öldürüldü. Müşedeki qutila degan aniqsizlik qolib ketgan fe'il. La tuftahul maktabatu yawmal jum'ati. Juma kuni kutubxona ochilmaydi. Müşedeki tuftahu degan aniqsizlik qolib ketgan muzori fe'il. Wujida hazal qalamu tahtal maktabi. Bu qalam jo'zining ostida payqaldi, tepildi. Wujida degan aniqsizlik qolib ketgan fe'il mozi. Tuqta'u yadus sariqi. O'g'rining qo'li uziladi, kesiladi. La yusma'ul azanu fi baytina. Azan bizning uyimizda anglanmaydi. Yajibu an yuktabal unvanu bi xattin wadihin. Adres ro'shan uchuq xat bilan yozilishi kerak. Qubidan Nabiy sallallohu alayhi va sallam va huwa ibnu 63 sana. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam 63 yoshida vafot bo'ldi. Qubida degan vafot bo'ldi. Ibnu 63 sana degan 63 yosh. Bugungi dars mushag'icha bo'lsin. Inshaalloh darsning mashig'ini ham bir qatim so'zlab beray. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.